Bugun SSC Makon jamoasi imtihon topshiradigan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va o'z fikrlarini bilish uchun keldik. Qancha vaqt tayyorlangansiz imtihonga? 2 kun. 2 kun tayyorlangansiz. Da, bugun ertalab и kecha. SSC Makonda darslar davomida o'tgan mavzularimizdan ko'p savollar tushdi. Qiyin bo'ldimi, oson bo'ldimi? Yo'q, savollar qiyin emas edi-ku, lekin matematikadan menga vaqt yetmadi. Matematikadan o'zim oldin shug'ullanganim uchuncha qiyin bo'lgani yo'q, lekin ingliz tilidan Asia comprehension nomi bo'ldi. Shunga ozgina qiynalib kecha bo'ldi. Qayerdadir ishlaysizmi yo o'qituvchimisiz? O'qituvchimiz o'shanga kerak bizga, boshqa joyda kerak emas-ku bu. Imtihon qalay bo'ldi? Imtihon zo'r bo'ldi. Ko'nglimdagi xohlagandek bo'ldi. O'zim ishonib yaxshi balla olaman deb niyat qilaman. Avgustda topshirganman o'zi birinchi marta. 1140 chiqqan. Hozir ikkinchi marta topshiryapman. U paytda 2 oy tayyorlandim. Hozir endi 4-5 oy tayyorlanib topshirdim. Bugun SSC Makon jamoasi imtihon topshiradigan o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va o'z fikrlarini bilish uchun keldik. Imtihon haqida fikrlaringizni aytib bersangiz. Qanaqa bo'ldi? Normalni bo'ldi. Bu safar matematika tayyorlamagandim, lekin angliyskiy получше qildim. Ну, главное, shu edi menga. Matematikani oldingi o'qishib, boshqa chiqaraman. Отлично. Qancha vaqt tayyorlangansiz imtihonga? 2 kun. 2 kun tayyorlangansiz. Da, bugun ertalab и kecha. Nechinchi marta kirishingiz? Ikkinchi. Ikkinchi marta. Endi taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Reading думаю 700+, maths ham 700+ bo'lsa kerak. Da, bu safarda. Imtihon haqida fikrlaringizni aytib bersangiz. Tamam emas. Jiddiy. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Bo'ldi. Qaysi qismda? Ikkinchi modul. English. Qancha tayyorlangansiz? 3 oy. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxmin qilib kelmayapti to'g'risi. Taxmin qilib kelmayapti. Qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Imtihon ingliz tili qismi osonroq, matematikani ikkinchi qismi ozgina qiyinroq bo'ldi. Qancha tayyorlangansiz imtihonga? 2,5 oy. 2,5 oy. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? 1300 dan yuqori. 1300 dan yuqori. Imtihon yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Qiynalgan joyingiz bormi? Mathsda qiynaldim. Qancha tayyorlangansiz imtihonga? 6 oy hisobim. Endi taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Bilmayman, taxmin qilolmayman. Bo'ladi, qiyinroq bo'ldi ozroq. Qiyin bo'ldi. Qaysi qismda qiynaldingiz? Shu mas qismida modul 2si ozroq qiyinroq bo'ldi. Sizdachi? Menda ham shu bizda. Qancha tayyorlangansiz imtihonga? Avgustda topshirganman o'zi birinchi marta. 1140 chiqqan. Hozir ikkinchi marta topshiryapman. U paytda 2 oy tayyorlandim. Hozir endi 4-5 oy tayyorlanib topshirdim. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? 1300 dan ko'proq chiqsa kerak. Qalay bo'ldi? Qiyin bo'ldimi, oson? Matematikadan o'zim oldin shug'ullanganim uchuncha qiyin bo'lgani yo'q, lekin ingliz tilidan Asia comprehension nomi bo'ldi. Shunga ozgina qiynalib kecha bo'ldi. Qancha vaqt tayyorlangansiz imtihonga? Imtihon registratsiya qilgandan keyin 1 oy, undan oldin 4 oy o'qiganman kursda. Endi taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Xudo xohlasa 1400 dan balla olamiz. Imtihon uncha yaxshi bo'lmadi to'g'risi. English nisbati qiyinroq tushmadi, ikkinchi bo'ldi. Qiyinroq kutgandim. O'shan tushmadi. Qancha vaqt tayyorlangansiz? Oldin makon tayyorlanganman, to'g'risi aytaman. SSC Makonda. 1 yildan oshdi. Общий. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? O'tgan safargidan past English versionda. Imtihon men o'ylagandan sal osonroq bo'ldi. O'tgan safar sal qiyinroq bo'lgan edi. Biz o'ziga ham alohida urg'u beradigan bo'lsak, biz ancha qiyin bo'lgandi. Bu safar biz juda ham osonroq. Ingliz tilida ikkinchi modul har tushgan sababli reading portionlarda juda ham sal qiynalib qoldim. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? O'zi birinchi o'qigan joyim SSC Tashkent bo'lgan. SSC Tashkentdan keyin SSC Makonga bordim. SSC Makonda adashmasam 1,5 oy, 2 oy Shahzopada o'qidim. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Xudo xohlasa mezdan 800, Englishdan 650+ bo'lib qolsa kerak. Imtihon haqida taassurotlaringizni aytib bersangiz. Qanaqa bo'ldi? Taassurotlarim, ustozlarimiz aytgan ko'p savollar tushdi. Masalan, SSC Makonda darslar davomida o'tgan mavzularimizdan ko'p savollar tushdi. O'z dekabrda to'g'risini aytsam, oldingi ekzamlarda hammasi qaytarilgan tushdi, inglishda ham, mezda ham. Qancha vaqt tayyorlangansiz imtihonga? 4 oy bo'ldi. Research gruppadan kelganman. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Asosan 1300 dan baland deb kutib turibman. Alizor. Imtihon yaxshi bo'ldi, yaxshi o'tdi. Ingliz tili oson, lekin matematika ikkinchi modul o'zi qiyin bo'ldi. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? 3 oy o'qiganman, SSC Tashkentda.
Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? 1300 dan ko'proq. English mezga qaragan osonroq bo'ldi, chunki men mezga juda ham kam vaqt qatnadim. O'sha mavzularni tugatib bo'lgandan praktik qilmasdan sirazi imtihon topshirdim. Shunga mezga ozroq qiynaldim. Ingliz zo'r bo'ldi. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? SSC makonda iyuldan beri o'qiyman. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz endi? Xudo xolasa mezdan plus minus 650, Englishdan plus minus 750. Imtihonda yaxshi bo'ldi, faqat bitta savol qiynadi. Atak yaxshi hammasi. Zo'r. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? SSC makonda, xudo xolasa, martdan beri o'qiyapman-da. Endi taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Oldindan ayta olmayman, nasib bo'lsa baland chiqadi. Qancha? Taxmin. Ayta olmayman oldindan, ayta olmayman. SSC makonda qaysi ustozlarda o'qigansiz? Birinchi ustozim Farhod aka bo'lganlar, keyin Yoqubjonniki, keyin Jamoliddin ustoz, keyin Nodir akada o'qiganman. Imtihon yaxshi bo'ldi. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Modul qiyin bo'ldi. English. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? O'zim self-study qilganman. O'zingiz o'qigansiz. Endi taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? 1400 dan yuqori. Imtihon English qismi yaxshi bo'ldi. Bitta, ikkita bo'lib ketdi, sal xato bo'lib ketdi. Endi xato emas, aniqdir bilmay qoldik, endi taxmin qildik. Bu yoq yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Mez qismida esa mezda yaxshi bo'ldi. 750 plus kutib turibmiz. Sizlarchi? Imtihon juda ham hayajonli bo'ldi. To'g'risi hozir ham hayajondaman. Lekin Xudoga shukr, bugun egizimda yuzimiz yorug', Englishdan ham mezdan ham yaxshi eshitdi. Shu joyiga Jamoliddin akaga, Yoqubjon akaga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Atabek tekshirgan. Atabek tekshirgan. Rahmat. Qancha vaqt davomida tayyorlangansizlar SSCga? Men avval o'zim self study qilganman. Self study 5 oy o'qiganman. O'zim bu yerda makonda 2 oydan beri o'qiyapman. 2 oy bo'ldi. Men 6 oydan beri o'qiyman makonda, SSC makonda. Taxminingiz bo'yicha option qancha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxminim aytadigan bo'lsam 1450 plus chiqish kerak. Menda ham shu 1450 plus xudo xolasa. Rahmat, charchamanglar, xo'p. Imtihon yaxshi bo'ldi. Menimcha Englishdan 600 plus и matematika 700 plus bor. Qancha vaqt davomida tayyorlangansiz? Qancha vaqt? 6 oy tayyorlandim shu SSC makonda. Qaysi ustozlarda o'qigansiz bizda? Mezdan Ahmad akada, Englishdan Nodir akada o'qiganman. Imtihon qalay bo'ldi? Fikrlaringizni aytib bersangiz. Imtihon o'ylashim bo'yicha unchalik qiyin bo'lmadi, lekin bir ikkita shu aldamchi savollar bor edi matematikadan. Ingliz tili har doimgidek hammaga qiyin bo'ldi, menga ham. Modul 1 yaxshi ishladim, modul 2 ga kelganda ozgina qiynaldim. Matematikada hamma misolni o'z vaqtida ishladim. Qancha vaqt davomida tayyorlangansiz? Nechinchi marta kirishingiz ham? Imtihonga o'zi 3-marta kirishim, hammanglar bilasizlar. O'zim ham mentor bo'laman, IB teacherman. Birinchi, ikkinchi imtihonimdan farqliroq bo'ldi deb o'ylayman. Chunki birinchi imtihonimda unchalik confidence bo'lib yetmadim. Tam 800 chiqadi deb, lekin bu imtihonimda o'ylashim bo'yicha 800 chiqsa kerak matematikadan. Taxminingiz bo'yicha qancha ball olaman deb o'ylaysiz ikkalasidan? Taxmin bilmadim. Matematika agar 800 deb oladigan bo'lsa, Englishdan bir примерно 550 lardan balandlar chiqsa kerak, bir 600 lardan baland chiqsa, 1400 plus chiqsa kerak, bilmadim. Chunki Englishdan ko'nglim to'lmadi uncha. Yaxshi. Qiynalgan joyingiz bo'ladimi? Da, shu modul 2da sal vaqt yetmay qoldi mazza. Atak, normal. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? O'zim self study qildim. Shu 3 oycha. Da. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Unisini bilmayman. Taxminim. Taxmin yo'q. Yaxshi bo'ldi, oson. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Yo'q, xudo xolasa. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? O'qigan joyim 7 class. 7 oycha tayyorlangan. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Xudo xolasa 1350. 1350. Yaxshi. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Qiynalgan joyingiz. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? O'zim self study. O'zingiz o'qigansiz. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? 1400. 1400. Imtihon yaxshi bo'ldi. Hammasi yaxshi. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Ingliz tilida bo'ldi. Finalda mencha. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? Makonda o'qiganman. SSC makonda. Qaysi ustozda? Ahmad akada. Bu yerda Jamoliddin aka English bo'yicha. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'rasizmi? Yo'q, oldin hozir ayta olmayman. Ya bilmayman.
qilaman. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SAT ni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonda o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Zo'r tasavvur qilgandan ko'ra aura ham zo'r. Ichkarida sharoit, bizga berilgan sharoit, o'tirgan joylarimiz tasavvur qilganda ancha zo'r. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi imtihonda? Yo'q, chunki 3 oy shu yerda o'zida tayyorlandim. Shu universitet o'zida xudo xohlasa yaxshi chiqadi degan umidamiz. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxminmi? 730, 740. Taxmin kam bo'ldi chunki. Taxmin o'rganim kam. Ishlaganlarim ko'proq. 730, 740 xudo xohlasa. Qiyin bo'ldimi, oson bo'ldimi? Yo'q, savollar qiyin emas edi-ku, lekin matematikadan menga vaqt yetmadi. Anchasiga tez javob berdim, lekin oxirgi 5-6 ta savol bilmayman, o'zim o'ylamagancha ko'p vaqt ketkazardim-da, o'shaning uchun 3-4 ta oxirgi yecha oladiganlarimga vaqtim yetmadi. Qayerda va qancha vaqt o'qigansiz? O'zim tayyorlandim, lekin hozir Westminster institutida o'qiyman, 1-kurs. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz endi? Bilmayman, 1200 ga o'xshayapti. Lekin sal ko'proq bo'lishiga ham natija qilib turaman. Ha, bo'lishi mumkin. Rahmat, charchamang. Imtihon xudoga shukr yaxshi. Hammasi ko'rgan savollarimiz. Nechinchi marta kirishingiz? Ikkinchi marta. Ikkinchi marta. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxmin modul 2 da adashmasam 4 ta 5 ta xato bo'ldi. Qayerda va qancha vaqt o'qigansiz? Jamoliddin akada oxirgi mana shu noyabr oyida 1 oy o'qidim ingliz qismini. SAT makonda? SAT makon. Men uchun ancha yaxshi bo'ldi. Imtihonda o'tgan safargi noyabrda ham kelgandim-da. Stress kamroq bo'ldi bu safar. Ancha yaxshiroq bo'lishi kerak, xudo xohlasa. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Yo'q, qiynalgan joyim bo'lmadi. Xudoga shukr. Sizdachi? Menda mez yaxshi bo'ldi. Ancha bitta xato bo'lsa kerak. Inglizda ham modul 1 yaxshi, modul 2 ham uncha qiyin emas. Eplasa bo'ladi. Qayerda va qancha vaqt tayyorlangansizlar imtihonga? Biz SAT Toshkentda tayyorlanganmiz. 3 oy davomida. Mana. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Xudo xohlasa 1470 lardan baland chiqsa kerak. Sizdachi? Mana shunaqa. Xudoga shukr, hammasi o'ylaganimizdan ham yaxshi bo'ldi. Xudo xohlasa yaxshi natija kutib qolamiz. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Qiynalgan joyim bo'lmadi. Asosan endi formulalar, yodlagan narsalarimiz xudo xohlasa yaxshi. Necha ball olaman deb o'ylaysiz endi? Endi oldindan gapirish yoqtirmayman. Yaxshi niyat 1400 plyus xudo xohlasa. Qancha vaqt va qayerda o'qigansiz? SAT Toshkentda 3 oy o'qidim. Ustozlarim Jamshid aka bilan Behruz aka, Anvar aka ham bor, master teacherim. Juda ham yaxshi o'qituvchilar. Shularga o'qidim. Imtihonga kirdingizmi? Imtihonga kirdim, ha. SAT bo'yicha matematika yo'nalishida topshirdi, ingliz tilida emas. Matematikani o'ziga. Matematikani o'ziga. Qancha vaqt tayyorlangansiz? 3 oy ko'proq bo'ldi. Qayerdadir ishlaysizmi yo o'qituvchimisiz? O'qituvchimiz o'shanga kerak bizga, boshqa joyda kerak emas-ku bu. O'qituvchimiz o'shanga bizga kerak. Xudo xohlasa yaxshi bo'ldi imtihonlar. Savollari qiyin emas. O'rgangan vaqtimizga nisbatan yaxshi, xudo xohlasa natijamiz yaxshi bo'lishini kutib qolamiz. Hammaga omad tilaymiz. Sizlar Taxminingiz bo'yicha qancha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxminim bo'yicha 760-780 chiqib qolar, xudo xohlasa. Yomon emas, yaxshi. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Bo'ldi. Qaysi? Logical completionda kelgan bizni 2-modulda. Qayerda va qancha vaqt tayyorlangansiz? Marsif o'quv markazida 7 oy. Taxminingiz bo'yicha qancha ball olaman deb o'ylaysiz? 1200 plus. Yaxshi, ko'rsatmasin. Sizdachi? Yaxshi, rahmat. Qiynalgan joylar bo'lmadimi? Tak, men mesga unchalik ahamiyat bermaganim uchun mesda xatolar ko'p bo'lish deb o'ylayapman, lekin ingliz emas. Xudoga shukr. Menda inglizda sal bor, mes yaxshi chiqsa kerak menimcha. Taxminingiz bo'yicha necha ball olasiz endi? 1450 sredniy, a tak minimum 1400. Maksimum 1500, lekin undan oshmaydi. Menda 1300 ga borsa kerak. Qayerda va qancha vaqt o'qigansizlar? SAT Toshkent 6 oy. Men onlayn o'qiganman. Imtihon qalay bo'ldi? Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Qiynalgan joyingiz bo'lmadimi? Bo'ldi. Qaysi yerda? Asosan trigonometriyada, matematikada 2-modulda. Qayerda va qancha vaqt o'qigansiz? Maktabda 2 yil o'qidim. Ustoz darsda. Maktabda o'qiganmisiz? Qanaqa maktabda o'qiysiz?
Aljabrda Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? mingdan baland bo'lsa kerak. Bo'ladi, o'rtacha. Sal ingliz tili grammar sectionga qiynaldim. Qayerda va qancha vaqt o'qigansiz? Aljabr maktabida 3 yildan men o'qiyman. SAT'ni 2 yildan men o'qiyman. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? 1200 dan baland. Imtihon qalay bo'ldi? Imtihon zo'r bo'ldi. Ko'nglimdagi xohlagandek bo'ldi. O'zim ishonib yaxshi ballar olaman deb niyat qilaman. Zo'r ishladim. O'zim o'ylayman shunaqa. Qayerda va qancha vaqt o'qigansiz? Marsif akademiyasida o'qiganman. 1 yilchami bo'lib qoldi. 1 yilcha. Taxminingiz bo'yicha necha ball olaman deb o'ylaysiz? Taxminim bo'yicha 1300 plus, agar omadim kelsa 1400. Mayli, rahmat, charchamang.